Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men usta Arslonbek. Yana bir fayzli xonadonimizda tunikafon ishlarini Farg'ona viloyatining Quva tumani Qo'shkechi mahallasida chiroyli holatda qilib ishlarni bitkazib berdik. Biz sizlarga mana shu xonadonimizni nech pulga bitgani va qanaqa holatda bitgan ishlarimizni sifatlari bilan birgalikda ko'rsatib beraman. Kanalimizda yangi bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Tunikafon qildirmoqchi bo'lsanglar, albatta dizayn fasonlarni o'rganib chiqqan holatda, sifatlarini tekshirgan holatda, ko'rib chiqqan holatda keyin ustida solishingizni sizga tavsiya beraman. Biz sizga mana shu qulaylikni yaratish maqsadligida o'zimizni ishimizni YouTube kanalimizga joylamoqdamiz. Ishimizni kачествосini ko'rib, baho berib, keyin zakaz berishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam boshladik. Bu xonadonimizni mana shu ichkari tomon shapka qismini va darvozaxona qismlarini, ko'cha tomon shapkalarini qilib berganmiz. Sizlarga bir boshdan mana shu xonadonimizni razmerlari bilan birgalikda aytib, qaysi fasondaligini ham ozgincha ma'lumotlari bilan birgalikda berib o'taman. Xo'p, bu xonadonimizni ichkari tomon shapka qismi, ya'ni mana shu shapka qismini 125 sm ga aylanasiga 27,5 metr bo'lgan mana shu shapka qismini chiroyli holatda qilib berdik. Va mana bu xorilarni ham chiroyli holatda, mana bu regel qismini, mana bu yerda regel yog'och qismi bo'ladi. O'sha joyini ham chiroyli holatda yopib berganmiz. Albatta bu tomondagi darvozaxona bilan ulanib ketish joyini ham chiroyli holatda qilib berganmiz. Xo'p, endi darvozaxona qismini ko'rishinglar mumkin, juda ham ajoyib ko'rinishga ega mana shu kobra fason pianino qilingan va milliy gullarimiz va kosmos lyustralarimiz bilan birgalikda bu xonadonimizni darvozaxona, ikki bo'lim darvozaxonasini bir-biriga kombinatsiya holatda qilib berganmiz. Xo'p, bu darvozaxonamizni mana bu yerda hozir ozgincha mahsulotimiz yetmay qoldi. Hozir olib kelyapmiz, buni o'rnatib, yakunlab berib, chiroyli qilib tugatib ketamiz. Mana bu Novo karnizini. Xo'p, Novo karnizimiz mana shunaqangi lolacha gullari bilan birgalikda bo'ladi, ko'rishinglar mumkin. Novo karniz, kobra pianino va milliy gul, shaxmat fasonda va mana bu do'ppichalarni tillo rangli yulduzchaligidan qilib berdik. Razmeri esa mana bu uzunligi 835 sm ga 375 sm bo'lgan mana shu darvozaxona qismi. Bu tomonda yana bitta bo'lim qismi bor. Bu tomondagi razmeri esa 475 ga 435 sm bo'lgan mana shu darvozaxona qismini ham darvozadan kirishingizga sizni mana shunaqangi chiroyli holatdagi atmosfera kutib oladi va yana ichkariga kirganingizdan so'ng bu fasonimiz bir-biriga kombinatsiya holatda uyg'unlashib ketadi. Ichkari darvozaxonaga moslangan holatda ichkari tomon shapkasini ham kobra pianino fasonda qilib berganmiz. Ko'cha tomon qismi bor. Ko'cha tomonda sizlarga ko'cha tomonga qilingan fasonimizni ham ko'rsatib o'taman. Ko'cha tomonimizda ham bir xilda mana shu kobra pianino fasonda qilib berdik. Oldi tomonlariga qosh qo'yganmiz. Tarnovi yo'q bo'lganligi uchun bu yerda jolib qilishgan xonadon egalari. Suv oqar yo'nalishlarini xonadon o'zlari egalari qilib olgan. Biz uni o'rniga, tarnovni o'rniga qosh qismini qo'yib o'tganmiz, mokri rangda va kobra pianino fasonda bir xilda bir-biriga uyg'unlashib ketgan holatda qilingan bu xonadonimiz. Razmeri esa aylanasiga mana shu tomoni 39 metr bo'lgan razmerga 75 sm chiqqan mana shu shapka qismini ham chiroyli holatda qilib bitkazib berdik. Xo'p, 135 ming so'mdan qilib berdik bu fasonimizni. Bu fasonimizda joyda kvadratdan nisbatan ko'proq ketadi, ancha ko'proq ketadi, chunki bu siz tanlagan fasonga bog'liq. Ya'ni mana bu pianinosini xohlasangiz qilasiz, xohlamasangiz yo'q. Bu ustidan qatganligi uchun yana qo'shimcha rasxod bo'ladi xonadon egasiga. Lekin mana shunaqangi chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan dizayn fason kelib chiqadi. Bizda har xil dizayn fasonlar bor. Bemalol o'zingiz ko'rib, tanlab, o'zingiz yoqtirgan fasonda bizga zakaz berishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu xonadonimizga bu rasxodni ko'proq fason bo'lganligi uchun va ob'em jicha kattaroq bo'lganligi uchun bu xonadonimizga 135 ming so'mdan hamma mahsulotni ichida qilib berdik. Milliy gullarimizni esa mana bu milliy gullarimizni PVH panelda mana shunaqangi chiroyli holatga keltirib qo'yib berganmiz. 1 kvadrat metrni 250 ming so'mdan qo'yib berdik.
kosmos lyustramizni bu yoqqa bitta 120 santimetrli bu tomonga esa ikkita 1 metrligidan chiroyli holatda qilib o'zimiz olib kelib o'rnatib chiroyli holatda qilib yakunlab berdik. Bularimizni esa 1.200.000 so'mdan olib kelib o'rnatib chiroyli holatda qilib yoqib berdik. Sizga ham mana shunaqangi xizmatimiz kerak bo'lsa, bemalol bizga vodiy bo'ylab aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Biz Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlari bo'ylab ish qilamiz. Kanalimizda yangi bo'lsanglar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'limizdan kelgancha sizlarga manfaatli video tayyorlashlikda harakat qilamiz. Sizni qanaqa savollar qiziqtirsa, albatta kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring yoki bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Biz sizni qiziqtirgan savollarga barchasiga javob beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.